Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Ministrlar Kabinetining 2025-yil 11 mart kungi 128-sonli qarori tekarida Shumanay rayonida amaliy жұмыстар alib borilmoqda. Ayni damda biz jaz isblermen ham o'nermen Rayhon Yo'ldashovaning jeki tuguvchilik sexindamiz. Rayhon Yo'ldashova hozirgi kunda 5 shakirtin ustoz shakirт бағдарламасы tekarida uyinde bo'sh o'tirgan hayal qizlarni kasb o'nerga o'qitmoqda. Mamlakatimiz tarafından ajratilgan subsidiya hisobidan Rayhon Yo'ldashova hozirgi kunda shakirtlarni ish haqi so'ning bilan birga sheki unumlarini aluga foydalanmoqda. Biz hayal qizlarga jaratilib o'tirgan imkoniyatlarning chegi yo'q. Uyінде бос отырған hayal qizlarga aytarым, o'zlari qiziqqan, qiziquvchiligi бар кәсіплері таңаса, izinde albatta natijaga erishadi.